O'quvchilar, bugungi mavzumiz ovqat hazm qilish sistemasi mavzusi bo'yicha o'rgangan ma'lumotlarimiz asosida Word file programmasida savollar ishlab chiqilgan. Siz hozir ekranda ko'rsatilgan savollar bo'yicha savollarga to'g'ri javobni topishingiz kerak bo'ladi. Siz doskaga savollar o'qiysiz, to'g'ri javobni aytganingizga to'g'ri javobni aytganingiz noto'g'rimi ekranda birgalikda ko'rib boramiz. Birinchi guruhimizdan kim doskaga chiqadi? Asadbekka. Asadbek keladi. Biz Asadbek bilan birgalikda hozir topshiriqlarimizni bajarishni boshlaymiz. Demak, dasturimizni ishga tushiramiz. Birinchi savol Asadbekka tushadi. Demek savolni o'qiymiz Asadbek. Hammaga ko'rsansin. Hazm qilish nima? Demak, hazm qilish nima? Javobni o'qiymiz. Oziq ovqatni Yutish jarayoni. Oziq ovqatni kimyoviy mexanik protsessi jarayoni. Oziq ovqatni qon aylanishiga yuborish jarayoni. To'rtinchisi oziq ovqatning nafas olib organlarga kirish jarayoni. Qaysi javobni to'g'ri deb aytamiz? Demak, oziq ovqatni kimyoviy mexanik va belgilab ko'ramiz. Barakalla. Demak, javobimiz to'g'ri ekan. Rahmat. Joyimizga kelamiz. Ikkinchi guruhdan kim chiqadi? Diabetga. Diabetga savol. O'qiymiz, ovoz chiqarib hammangiz. Qaysi organ oziq ovqatning kimyoviy parchalanishida asosiy rol o'ynaydi? Demak, oziq ovqatning kimyoviy parchalanishida qaysi kimyoviy parchalanishda qaysi organlar asosiy rol o'ynaydi? Me'da, o't tufayli, qon, qorin ichaklari, og'iz. Qorin ichaklari. Qorin ichaklari. Agar noto'g'ri bo'lsa, siz rag'batlardan mahrum bo'lasiz. Belgilami? Noto'g'ri. Javobni kutamiz. Qaysi organ ekan? Me'da. Demak, oshqozonda amalga oshiradi buchalar. O'tiramiz. Uchinchi guruhdan bunyodga keladi. Tezlashamiz. Bunyodga savoli. Qaysi me'da asosiy hazm qilish vermaydi? Me'dada asosiy hazm qilish vermaydi qaysi? Amilaza, pepsin, lipaza, maltoza. Amilaza, ismimizga ishonib amilaza, pepsin. Ishonishingizga oldim amilaza. Pepsinmi? Mayli, pepsin. To'g'ri. Birinchi gaplashgan edik, amilaza emas, pepsin ekan javobimiz. O'tiramiz. Birinchi guruhga kelamiz. Sevara chiqamiz. Ovqatimizni yeb, ovqatimizni og'zimizda mexanik parchalanishda kimda ko'p, ya'ni qaysi organ amalga oshirishini? Tishlar, til, me'da muskullari, ovqat hazm qilib kelmaydi. Nimalar ekan? Tishlar. To'g'ri javob beribmi? Barakalla Sevara. Joyimizga ikkinchi guruhdan ket. Alibek. Alibek javob beradi. Alibekga savol. O'qiymiz savollarni. Qaysi fermer kraxmallarni glukoza bo'laklariga ajratadi? Glukoza bo'laklariga ajratadi. Eslagan bo'lsangiz, bunyod bu savolga javob berib ketgandek bo'ldi. Lekin noto'g'ri. Pepsin, amilaza, pepsin. Bunyod birinchi bo'lib javob berdi. Fikrini o'zgartirdi. Barakalla, amilaza, pepsin. Uchinchi guruhdan kim chiqadi? Shaydoga. Savolni o'qiymiz, Shaydo. O't tufayli qanday vazifani bajaradi? O't tufayli qanday vazifani bajaradi? Yog'larni kimyoviy parchalaydi, oziq ovqatni saqlaydi, yog'larni Emulsiyalaydi. Emulsifikatsiya qiladi dasturchi. ovqat hazm qilish fermentlarini ishlab chiqaradi. Demak, asosiy kislota ishlab chiqaradi. Oziq ishlab chiqaradi. Yog'larni kimyoviy parchalaydi. Yog'larni kimyoviy parchalaydi. Belgilab ko'ramiz. Hatto to'g'ri javobni ko'ramiz. Yog'larni emulsifikatsiya qiladi. Yog'larni eritib. Keyingi birinchi guruhdan kelamiz.
Qani. Buni Qonun hujjatlarida ovqat hazm qilish qaysi fermentlardan fermentlar orqali amalga oshadi? Pektin va lipiza, lipaza, lipaza, tripsin va amilaza, amilaza, lipaza, pepsin va tripsin. Qaysi javob bo'ladi? Xato. Qaysi javob bo'ladi? Tripsin va amilaza. Keyingi 3-chi guruhimizga keldik. Kelgandik-a? Ikkinchida Asadbek chiqadi. Asadbekning ikkinchi guruhda faqat deganimiz yadashib geçirasizlar. Faqat chiqadi. Birinchi guruhda adashib. Oziq ovqat qaysi organ orqali qon aylanish tizimiga o'tadi? Qon aylanish tizimiga. Ovqatimizni hazm bo'lganini qon o'tib beradigan organimiz, ya'ni qaysidir og'iz, qorin ichagi, me'da, so'riq ichagi. Oziq ovqat moddalarini o'zlashtirish so'riq ichak. Doğru. So'riq ichak. Ya'ni bu ichagimiz ingichka ichak nomi olganadi. 3-chi guruhdan shu bilan oxirgi ishtirokimiz bo'ladi. Javobsiz. Qayerga? Charashga. Savolimiz lipaza fermenti nima uchun javob beradi? Yog'larni parchalash uchun, kraxmalni parchalash uchun, oqsillarni parchalash uchun, shakarni parchalash uchun. Oqsillarni parchalash uchun yana bitta imkoniyat beraymi? Lipaza. Ana oqsillarni parchalaydigan fermentimiz. Boshqa fermentlar lipaza, ona javob berib o'tdik. Bu shartimizni shu yerda tugatib turamiz, chunki shartlarimiz ko'p. Boshqa shartlar bilan darsimizni mustahkamlab olishimiz mumkin. Shartimiz shu yerda tugadi. Shartimiz yoqdimi?